Salom azizlarim, yaxshimisizlar? Yaxshi damlarda oldinglarmi? Charchamasdan sog'liklaringlar yaxshimi? Hammalaringizni sog'indim shekilli. Bugun podpiska bo'lgan, like bosgan podpischilarim niyatini olib, energiyasini olib, chiroyli bitta ochirim qilamiz yana, Xudo xohlasa. Issiqlarda qiynalmayapsizlarmi? Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Niyatlaringizni oldim, energiyangizni oldim. Niyatlaringizni oldim, energiyangizni oldim. Shifoli ochirim bo'lishini Allohdan so'raymiz. Shifoli bo'lsin ochirimimiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bugun bizni nimalar kutyapti? Allohdan so'rayib, o'zimiz Allohdan so'rayotganlarimiz va kechalari uyqusiz tunlar o'tkazayotganimiz, yomon tushlar ko'rayotganlarimiz va bizni qo'llarimizga ba'zi birlarimizga barakalarni kelishi va ba'zi birlarimizga sehr jodu bo'lishi bo'lyapti. Oilamizda tinch totuvlik yashashda davom etayotganlarimiz ham bor ekan. O'zimizdan o'zimiz qochayotgan insonlar ham bor ekan. İçimizde achchiqlanishlar, bir-birimizga jinday achchiqlanib, bir-birimizdan xafa bo'lib o'tirganlarimiz bor ekan. Tushkunlik holatida va o'zimiz bu tushkunlikdan olib chiqib ketamiz degan holatlar bo'layotganlarimiz bor ekan. Yangiliklarni kelishi va ba'zi birlarimiz tanlovda turganimiz va yana tezlikda xushxabar eshitishimiz va yana bitta karta tashlaychi. Xo'p, ba'zilarimizni ishimizda yoki oilamizda bir pog'ona balandlashlarimiz bor ekan. Xudo xohlasa chiroyli va shifoli ochirim bo'lsin degan umidda shunaqa chiroyli bir ochirim bo'ldi. Qani yana bitta tashlab ko'raman. Bismillahirrohmanirrohim. Niyatinglarni oldim, energiyalarni oldim, shifoli ochirim bo'lsin. Faqat podpiska bo'lgan podpischilarimga bag'ishlangan bu ochirimlarim. Xudo xohlasa chiroyli bir ochirim bo'ladi degan umiddaman. Bismillahirrohmanirrohim. Bizni nimalar kutyapti? Bizni yangilik kutyapti. Qanaqadir bizga yangilik keladi deb aytyapti. Bizni hayotimizda nima o'zgarishlar bo'ladi? Ozgina bir puldan tangliklar, pulda bizda jinday yetishmovchilik bo'layotgani, qo'limizda pullarni qolmayotgani deb aytyapti. Ozgina bir puldan qisilib qolganimizni aytyapti. Va bizni yana nimalar kutyapti? Duolarda bo'lishimizni aytyapti kartalarimiz. Albatta duoda bo'lamiz, Xudo xohlasa. Va yana hayotimizdagi o'zgarish, hayotimizda kim bilandir nima deydi, sulh tuzishimiz, kimgadir bir o'zimizni ishonchimiz va bu bilan o'rtada bo'layotgan nimamizni mustahkamlashimiz deb aytyapti. Farzand yo'llarigachi, farzand yo'llaringizga katta odamda ozgina maslahati kerak bo'lyapti. Qandaydir maslahat bilan bir shu ish tutsangiz albatta farzandli bo'lasiz. Balkim domladir, balkim bir o'qitish kerakdir, qandaydir bir yoki bo'lmasam bir doktorga murojaat qilasizmi? Shunaqa deb aytyapti. Hayotingizdagi o'zgarishlarni qarang. Sadaqa beradiganlar bor ekan. Jinday ehson qiling, sadaqa qilib qo'ying hayotingizda yaxshi bo'lishi uchun. Ishlaringizda, ishimizda nimalar? Ishga o'zimiz qandaydir bir nima deydi? O'zimiz bilmagan holda Allohga tavakkal qilib ishga chiqib ketishimizni aytyapti. Albatta sadaqa bering. Shundan keyin qandaydir o'zingizda otilib chiqib, portlab chiqib, mana ishni qilaman, men mayka ishga boraman degan fikr bo'ladi deb aytyapti. Sizlar bilan yana ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Yakka ochirim qilmoqchi bo'lganlar telefon raqamlarim, Telegram raqamlarim yozib qo'yapman. Sizlar bilan yana ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar. Hammalaringizni yaxshi ko'raman, sog'inib qolaman.